Har kuni ish, charchadim, jonimga ham tegdi. Bir xillik. Ertalab turaman, ishga boraman, ishdan chiqaman, uyga kelaman. Ertalab turaman, ishga boraman, ishdan chiqaman, uyga kelaman. Bu nima degan qo'l bu? Yashashdan maqsadim shumi-da. Bir xil har kuni jonga ham tegib ketdi. Yetar endi o. Shunaqa deydigan odamlarga men umuman tushunmayman. Hayotdan maqsading nima? Maqsadsiz yashayotgan odam ana shunaqa umidsizlik bilan doim umidsizlikka xuddi mana suvga cho'kkanda cho'kib ketadi. Sendan keyin hatto sen o'zingni o'ylamasang ham sendan keyingilar bor. Hamma narsa, любой narsani iloji bor. Faqatgina vaqt sabr ishla, vaqt sabr ishla, vaqt sabr ishla. Sen bunaqa nolishavering, unaqa, bunaqa bo'lmayapti, menga o'xshamayapti, unda o'xshaydi. Ha, unda o'xshaydi-da kanish, u senga o'xshab o'tirib qolmagan edi. Mujik bu o'rningdan tur, yetar shu paytgacha o'tirgan. Qachongacha nolaysan? Hech kim senga hayot senga va'da bermagan. Hech kim turibsan, qo'lingni olmaydi, davay, sen maqsadingga erishamiz deb. Bo'lish kerakmi, davay amalga oshir. No'lur joningga tegmadim, qachongacha bu? Nima degan gap?